Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa yangi stildagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Buni razmeri 3.3 metr bo'ladi. Bu Shovot tumanida yasaldi. Ko'rganingizdek, juda bir skromniy, chiroyli narsa, modadan qolmaydigan narsa. Zamoklarına keladigan bo'lsa, xilik zamoklar bo'ladi. Sersalarni uzasa, Zuber bo'ladi. Ustida tez zavskoy Svayn zamoklarimiz bo'ladi. Eshigimizga Xudo xolasa bugun o'rnatamiz. Ustanovkalar bilan polni videosini joylaymiz. Kuzatishda davom etib turinglar. Qiziqli videolari hali oldinda. Buni qalinligi 7,5 cm chiqdi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rganingizdek, yana 7,5 cm. Zamoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Original zamoklar. Xudo xolasa ustanovkalar bilan ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etib turinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, geç bo'lishini qaramasdan darvozamizni ustanovka qilib bo'ldik. Görgənizdəyin darvazamızda yan başlarını ayna işletgəmiz, üstünə ham ayna boladı. Aynalar ham kalyon aynalis boladı. Görüb turğanınızda üstünə qaşlar basılgan pepinli steklolarımız boladı. Görüb turğanınızda banda öygəyəsi yine açıb beklep görüb tutdular. Bu zamokumuz xilik zamok boladı. Sersalar esa Zuber boladı. Üstündəki esa rossiyskiy zamoklarımız boladı. Görüp turğanınızda kalınlığı eshikni 7 cm çıkan. Arka tarafı ise mokri alifonlardan faydalanganmiz. Darvozamiz duv konturli bo'ladi. Berinden rezinkasi bo'ladi, üst tarafından rezinkasi bo'ladi. Açıp beklenişlerini ham görsəmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Zamokdan başka sesi yok. Zakaz paravarasida bizning manzilimiz Xiva tumani Qushchi Kattobog' mahallasi 0 yo'l 94-uy. Telefon nomerlarimiz 90 434 80 30. Maqsad beka ish yoqdimi ko'nglingizga? Yoqdi. Ko'ngildagidimi maga? Narxlari necha? Narxlar ham zo'r, ajoyib. Puluna loyiqmi ish? Loyiq.